أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Savaşlar bizden kitabımızdaki ikinci mezmunu Kur'an hakkında idi. Biz aldığımız saatlik dersimizde Ulumul Kur'an hakkında Ulumul Kur'an'ın tarihi, peyda oluş, terakki qilish bosqichlari, andan bu sohadagi mashhur kitoblar va mashhur yozuvchilar, ulamolar haqida qisqacha ma'lumot qilishgan. Ulumul Kur'an'ın asaslık temisi Kur'an bo'lg'achqa ikkinchi mazmunda asaslık Kur'an haqida to'xtalamiz. Anda olsa dersimizni boshlaydi. Men bugun tekrar deb qo'yay. Ulumul Kur'an dersimizninki 3. kitabı bu. 3. kitabı. Shunda olğachqa nurg'un mazmunlar bizga nisbatan yot emas. Birinchi kitabımızda nurg'un mazmunlar o'qidik, ikkinchi kitabımızda nurg'un mazmunlar o'qidik. Endi bu 3. kitob bo'lg'achqa biroz surat tezlashidi. Asli o'quvchilarimizga oldingi qatimliq darsimizda leksiya xarakterlik, xulosalama xarakterlik o'qiymizmi yoki yana burunqidek jumla tarjima qilib tushuntirilib o'qiymizmi degan fikrga nisbatan o'quvchilarimizning ko'p sonliqi tarjima shaklda tushuntirilib o'qiladigan bo'lg'achqa yana bu shaklda o'qiymiz, ammo surat biroz tez bo'ladi. Oldingi kitobga o'xshash asta bo'lmaydi. Shunga ko'proq diqqat qilsanglar, Qur'on Allohning insonga qilgan fazli marhamatining qatoridan Alloh insonni hayotda shuningdek qo'ygan sog'lom tabiat bilan o'zining to'g'ri yo'lni topadiganga tashlab qo'ymadi. Ya'ni bu tabiati uni yaxshilikqa yetaklab, yaxshilikqa boshlab tashlab qo'ymadi. Qayta kelamliq sadoqdoshlar. Allohningki inson qilgan yaxshiliklarining birisi, Alloh insonni hayotda shu insonda qo'ygan sog'lom tabiat bilanla yo'l topadiganga tashlab qo'ymadi. Ya'ni bu sog'lom tabiati buni yaxshilikqa yetaklab, yaxshilikqa boshlagan shaklda tashlab qo'ymadi. Balki Alloh insonga bayna fitratin va uxro pat Allohdan shu insonni Allohga yolg'iz ibodat qilishga chaqiradigan, xo'sh bishorat berib ogohlantiradigan, shu insonga qarata bir hujjatni maydonga kelish turg'izish uchun elchini qanaq turdi. Evet. Oyatda shu haqda rusulan mubashshirina va munzirina lialla yakuna lin-nasi 'ala Allohi hujjatun ba'da ar-rusul. Allah mashta xo'sh bishorat berguvchi, ogohlantiruvchi payg'ambarlarni avatidi. Nimishqa kishilarga Alloh qarta payg'ambarlardan keyin hujjat pok bo'lib qolmaslik uchun. Endi insoniyat o'zininki taraqqiy qilishi va fikri o'rilishida, yuksalishida mashta davom qildi. Uzluksiz Odam alayhissalomdan to qiyomatga qadar taraqqiy qilib mangdi. Vahiy bo'lsa shu insoniyatga mos keladigan mazmunlar bilan insonga takror tushib turdi. Ya'ni insonninki vaqtliq mushkullarini hal qilib, har payg'ambarninki qavmining nimasida doirasida, hattoki bu insoniyat ning pishib yetilishi eng mukammal holatga keldi. Alloh subhanahu va taolo Muhammad alayhissalatu vassalamninki risolatiningki mavjudiyat yuzida nur chaqnashini iroda qildi. Shuning bilan Alloh Muhammad alayhissalomni payg'ambarlardan xoli qolgan bir mezgilda avatdi. Nimishqa liyukmila sarha ikhvanihi rusul. Bu payg'ambar o'zininki ilgirki payg'ambar elchi qarindoshlarininki qo'rg'onini mangulik umum bo'lgan shariati bilan va o'ziga tushirilgan kitob bilan qana qilish uchun to'liqlash uchun, liyukmil degan qana qilish, to'liqlash degan ma'noda. To'liqlash uchun Alloh subhanahu va taolo Muhammad alayhissalomni qana qildi, avatdi. Va huval Qur'on. Bu Muhammad alayhissalomninki mangulik kitobi va shariati bo'lsa-mu, qaysidir Qur'oni Karimdir. Payg'ambar alayhissalatu vassalam o'zi bilan ilgirki payg'ambarlarning o'tirdagi masalani tuandagi misollarni tushuntirdi bizga. Misli va mislul anbiya yoki masali
va masalul anbiya. Mana shu qaysi xil shaklda sanaladi bo'ladi. Ya'ni mening va mendan ilgirki payg'ambarlarning o'xshashi, mening va mendan ilgirki payg'ambarlarning o'xshashi bir uy bino qilgan odamga o'xshaydi. Butun payg'ambarlar bir gavda. Uyni chiroyli, go'zal soldi, chiroyli qildi, illaki bir tarafdan bir kesakning o'rnini qilib qoldi. Butun uyni soldi, bir qurilish bitdi, bir yerda bir kesakning o'rnini qilib qoldi. Kishilar uyni aylang'ila boshladi. Uydan hayron qoldi, masalan, hayron qolg'ili boshladi. Deshidiki, kashki mushu kesak bo'lgan bo'lsa deb mashta bir hayron qilib deyishga boshladi. Mana men ajada chala qolgan kesak, uyning butunlanishiga qarashli qolgan kesak. Mana men payg'ambarlarningki eng oxirgisi deb o'zi bilan ilgirki payg'ambarlarningki umumiy ahvolini mush shaklda bayon qildi payg'ambar alayhisolatu vasallam. Demak, biz bir xulosalasak, Qur'on Alloh subhanahu va taoloning butun insoniyatga avatgan bir risolati. Qur'onda va hadisda shuni dalolat qiladigan nurg'un naslar mutawatir bo'lib kelgan. Qattawatir degani mutawatir bo'lib kelgan. Qul ya ayyuhan nasu inni rasulullohi ilaykum jami'a degandan ey Muhammad alayhissalom, ey insonlar, men Allohning sizlar hammanglarga avatgan nimasi elchisi. Undan boshqa tabarakallazi nazzala al-furqana ala abdihi liyakuna lil alamin nazira. Allah büyükki Furqanni o'zining bandasiga tushirdi, butun dunyoga ogohlantiruvchi bo'lsin uchun. Ikki oyatdagi payg'ambar alayhisolatu vasallamningki butun insoniyatga avatildim deb o'zining payg'ambarligininki alamiy ekanligini e'lon qilishi yetarli. Undan boshqa yana bir hadisda bir uzun hadisninkining nimasini qislam aytdi. Va kana kullu nabiyyin yub'athu ila qawmihi khassa. Her payg'ambar o'zining qavmiga maxsus, ya'ni xususiy shaklda avatiladi va bu'istu ilan nasi kaffa. Men butun kishilarga o'rtoq bir shaklda xona qildim, avatildim. Ya'ni وَلَنْ يَأْتِيَ بَعْدَهُ رِسَالَةٌ Peygamber aleyhissalatu vesselam deyin ki yeni bir şeriat asla qanaqmaydı, kelmaydi. مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ Muhammed aranlardan bir kişinin ki dadısı emas. Bırak وَلَكِنْ رَسُولَ اللّٰهِ Allah'ın nesi Resulü ve Peygamberlerinin ki en ahırkısı inip ayette var. فَلَا غَرْوَ مِنْ اَنْ يَأْتِيَ الْقُرْآنِ Emdi müşekeke vakitte belki mislinin ki Allah'ın lağımı geldi. Her kişi oylayalaydı. Peygamber aleyhissalatu vesselam Peygamberlerinin ki en ahırkısı Peygamber aleyhisselam dinkin hiç qanday Peygamber kemmeydu boğaçqa. Maşta boğaçqa. Çoğun Peygamber aleyhisselam epkilediğen bu şeriat yoki Peygamber aleyhisselam'a verilgen bu kitap ta kıyametki kadar hemmesiga o'tgudek, hemmesiga tetig'udek birinin bo'lishi kerak, shariat bo'lishi kerak va kitob bo'lishi kerak. Shuni Abdurrahman aytadi: "Fala gharwa min an ya'ti al-Qur'an wafiyan bi jami'i matalib al-hayat al-insaniya al-usas al-ula lil-adyan as-samawiyya." Ajabnarlik emas. Fala gharwa degani ajabnarlik emaski, Qur'on samaviy dillarninki birinchi asoslari ustida insoniyat hayotining talablarininki hammasini to'liq qamdayalaydigan, to'liq o'z ichiga oladigan bir shaklda kelganligi ajablanarli emas. Shunga diqqat qilsangiz oyatlarda Peygamber aleyhissalatu vesselam'ninki shariatininki butun shariatlarni o'z ichiga olganligi haqida shara'alakum minad-dini sizlarga dindan Allah yo'l qo'yib berdi, shariat qilib deb bo'lib, nima desa ma wasqa bihi nuhan nuh vasiyat qilganlarini vallazi awhayna ilayk va ma wasqayna bihi ibrahim va musa va isa an aqimud-dina va la tatafarraqu fihi. Ya'ni Peygamber aleyhissalatu vesselam kelgan shariat qarangmi, biz hozir ishlayotgan bu islom dini, islom shariati ta Adem aleyhissalomdan tortib Rasulullohga kelgan qadar butun dinlarninki javhari, butun dinlarning asosi. وتحدى رسول الله صلى الله عليه وسلم العرب بالقرآن. Peygamber aleyhissalatu vesselam Araplarga Qur'on bilan meydan o'qidi. Ya'ni qani Qur'onni o'qisan, Qur'onning o'qishini keltirib baq. Allah men Qur'onni mo'jiz qilib berdi. Sen Qur'ondagi bir kitobni keltirib baq. Vaqat nazala bi lisanihim. Qur'on ularning tili bilan tushgan. Arablar olsa fasahat va bayon arboblari.
Şunu bilan fa'ajizu ular Qur'onning o'qishini keltirishdan ojiz keldi. Qur'onga o'xshash bir 10 sur keltirishdan ojiz keldi. Yoki Qur'onga o'xshash bir sur keltirishdan ojiz keldi. Fasabata lahul i'jaz. Shuni bilan Qur'oni Karimga mo'jizlik isbotlandi. Qur'onning mo'jizligi bilan Payg'ambar alayhisolamningki olib kelgan risolati isbotlandi. Demek bu şekilde devam kıldı. Abdurrahman ama yukarıdaki bayanlığa dikkat kılsanlar meselenin ait tiz bir taraf koydu da tiz. Allah subhanahu ve taala Kur'an'a saklanış ve özgertilmesinden, anlaştırılmasından mutevatir şekilde nakl kılınışını bitti. İlgirki samavi kitaplarının hiç kayısı yok bir alahidilik. Meyli Tevrat, meyli İncil hiç kayısı da Kur'an saklanğandaki saklanış alahidiligi yok. Kur'an mutevatir şekilde nakl kılınğandaki ularning unda nakl kılınış alahidiligi yok. Kur'an'ı ep düşken, nezele bihi, Kur'an'ı ep düşken Cibril'nin sıfatlaridan birisi nezele bihi ruhul emin. Yani emin ruh boğan Cibril ep düştü. Kur'an'ın üzünün saklanğandan başka ep düşken periştenin namı ruhul emin. Ondan başka Kur'an'ın sıfatlaridan birisi ve Kur'an düşürülgen zatın sıfatlaridan birisi innehu laqawlu rasulin kerim zi kuvvetin inde zil arşi mekin muta'in thumma amin ve ma sahibukum bimecnun ve laqad ra'ahu bil ufuqil mubin ve ma huwa alel gaybi bidanin. Kur'an emiyede Resulullah'ın sıfatları var bu yerde. Kur'an'ın sıfatı var bu yerde. İnnehu laqawlu rasulin kerim mesela zi kuvvetin inde zil arşi mekin muta'in thumma amin ve ma huwa alel gaybi bidanin. Hemmesi Peygamber Aleyhisselam'ın ki Kur'an'ın sıfatları. İnnehu laqur'anun kerim fi kitabin meknun la yemessuhu illal mutahharun. Kur'an-ı Kerim yukarıdaki ayetlerdeki sıfatlarla sıfatlandı. Kur'an'ı ep düşken Cibril ruhul emin deb sıfatlandı. Kur'an düşken Peygamber Resulun Kerim emin muta ve ma sahibukum bimecnun ve ma huwa alel gaybi bidanin degan sıfatlarla qanaqalanib sıfatlandı. Bularning hammasi Kur'an-ı Kerimninki şereflilik oluşuga, şerefiga yeterlik. Ve lem tekun hazihil mize likitabın ahar minel kutubus sabiqa. İlgirki kitaplar hiç qanday bir kitapqa ma alahidilik olmagan. Tevrat'ın onda alahidilik yok, İncil'in onda alahidilik yok, başka kitapların onda alahidilik yok. Li'annaha çünkü o kitaplar ja'at mawquta bi zamanin khas. Muayyen, mahsus bir zamanda vaqtliq kelgan. Allah subhanahu ve taala deydi: "İnna nahnu nazzalna zikra ve inna lehu lahafizun." Biz şöyle o Kur'an-ı Kerimni biz saklaymiz devatıdı. Ondan başka bir alahidilik Kur'an-ı Kerim'ninki risalet vazifesi insandan cin koydak. Hatta cinler ve iz sarafna ileyke neferen minel cinni yestemi'unel Kur'an felemma hadaruhu qalu ansitu felemma qudiya vellev ila kavmihim munzirin qalu ya kavmena inna semi'na kitaben unzile min ba'di Musa musaddiqan lima beyne yedeyhi yehdi ilel hak ve ila tariq mustaqim ya kavmena acibu da'iyallahi ve aminu bih. Hatta Kur'an-ı Kerim'de Peygamber Aleyhisselam okuatqa vaqtda bir qancha birjindən anlığanlıqı. Bular özünün qavminin qaşığı kelib biz acayip bir Kur'an'ni anladık. Musadan keyin düşürülgen ilgir kitaplarını tasdiq qiladigan, haqiqat eklaydigan, to'g'rilik eklaydigan. Ey qavmimiz, Allah'ның chaqiruvchiga ijobat qilinglar, iymon aytinglar shu Kur'an'a degan bir şekildeki ahvollarni Kur'an o'zi qana qildi, hikoya qildi. Ya'ni Kur'anning vazifasi insondan o'tib naqsh o'tdi, jindig'imi o'tdi. Vel Kur'an bitilkel hasais. Kur'an ana aşı hususiyetler bilen insanninki, hayatninki türlük sahalardaki fi shatta marafiqil hayat degani hayatning türlük sahalardaki insan meselelerini qana qiladi, hal qiladi. Meyli ruhi meseleler olsun, akli, bedeni, ictimai, iqtisadi, siyasi meselelerini nahiyeti hikmetliklerce hal kıldı. Hem de bir gapni dep koyaymış arkadaşlar. Hem böyle nezriye cevabın bu gapni deyimiz şu. Kur'an hal kıldı deyimiz, Kur'an'da hem nesba deyimiz, ve Kur'an'da zaten hem nesba deyimiz degan gapimiz çoğun. Lekin çıqıranmavatımız. Bizning bugün nima tirishayotganimiz nima uchun? Nima uchun bu uyquni qo'yib qo'yib masalan, hammanglar ishinglarni qo'yib qo'yib o'tirib bu darslarni anglaysizlar. Nima uchun biz bu takror o'qiymiz bu darslarni desa, balkim aramizdan men deyib qilishim mumkin.
Belki aramızdan müjdersini otagan birimla tehip kılışan mümkün. Yani Kur'an-ı Kerim'deki meselelerini hal kıldıgan bir doğrusu var. Fakat biz qana qılamavatımız, tapamavatımız. Şunu izdavatımız bugün günde. Çünkü o Kur'an hikmetli bilen iş qılgıcı, hamid bolgan zat tarafından qana qılıngan, düşürülgen ve her meselege umumiy prinsip içinde şifalık bir hal qilish çaresini, şifalık doğrusunu qana qılıdı, qo'yudi. İnsaniyetning qadamini sizib berdi. Her asrda şu insaniyetki şu qadamga her asrda ma yo'la, yani şu insaniyetke her asrda şunu olmaz kıldıgan bir narsani qurib berdi. Şu orqali, fakta sababidir şu orqali Kur'an özününki her zaman her makanlı bo'lgan salohiyatni qana qilgan, qazangan fakta sabab. Bu alohidlik va Kur'an-ı Kerim'de. Çünkü Kur'an olib kelgan bu din mangulik dini. İslam'nınki 14. asrdagi da'vatchi degan bir qaltis gapdan birisi var. Nima deydi? İslam nizam şamil. Keng ko'lamlik, hammani o'z ichiga oladigan bir tuzilma İslam. Hayatning hamma ko'rinishlarini qana qiladi, o'z ichiga oladi. İslam demek bir devlet demek, İslam demek bir vatan demek, İslam demek bir hükümet demek, İslam demek bir millet demek, ümmet degeni millet degen gapçima bu yerda. İslam demek ahlak demek, İslam demek kuvvet demek, İslam demek rahmet demek, İslam demek adalet demek, İslam demek medeniyet safa demek, İslam demek kanun demek, İslam demek ilim demek, İslam demek qada, sot adillik, hüküm demek, İslam demek madde demek, baylık demek, ya ki kazanış bir hacet oluş demek, İslam demek cihat, davet demek, ya ki İslam demek koşun fikir degan gap, ya ki İslam demek sağlam bir akide demek, İslam demek ibadet sahiha savaim bisa bu şekilde de qana tushundirgan İslamni yuqorqi inson hayotida shaxs bo'lish sifati bilan, oila bo'lish sifati bilan, jamiyat bo'lish sifati bilan, bir davlat bo'lish sifati bilan duch keladigan barliq talablarning hammasini İslamning o'z ichiga oladiganligini yuqoridagidek qana qilgan, tasvirlagan. Endi bugun qalbida azoblanayotgan insonlik azoblanadi bugun. İnsanlıkning hech qaysi rahat emas. Dunyoda hozir bugun insonlikqa huzur yo'q bugun. Tuzilmalarida sıkılıvatkan, ahlaklarida qanaqıvatkan, çirikleşip düşüp ketivatkan mesela. Ma insaniyetine düşüp ketivatkan hangden Kur'an'dan başka nimesi yok, qutqazgıçısı yok. İnsaniyet bugün hem cihette çırıvatıdı, hem cihette düşüvatıdı. Tüzülme o kadar isildek ama insaniyet huzur bağışlanmavatıdı. İnsaniyet huzur için o kadar tırışıvatıdı, lekin huzurlanmavatıdı. Ahlakı gündün gündüge özünün medeni olganlığını dava qıvatıdı, lekin ahlakı düşüvatıdı. Muşa hangdan fakat Kur'an-ı Kerim tuzalaydı. Biz bunu mutlak işlemiz. Ama işenişlerle iş bitmeydi. Kur'an'ın aşı rolünü cari kıldıralaydıgan bir tarafını tepiş gerek. Ma muhimi. Kur'an'dan onu kılalaydıganlığı inek çünkü kıldı tarihta. Bir çarvıcı, bir jangal yaşaydıgan insanlarını dünyadaki elem kalem sahibi olan en güzel insanlara aylandırdı Kur'an. Bunu biz işimiz şeksiz. Ama bugün aşına qanday qiladi? Aşını kimning qo'li bilan qiladi? Kim Kur'an'dan aşı alahidlikini qezib chiqarib o'rtaga tashlaydi? Bu mesele muhim. Qolgan narsaga biz ishimiz juma, qolganda mesele yo'q. فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Kur'an'da iniq davet. Mening başlagan to'g'rilamga ergashgan odam dunyo oxiratda azmaydi, baxtsiz bo'lmaydi. Mening zikrimden kim yüz öğreydi ekan, bunun xotirjamsiz turmushluğu, qiyomatda biz onu qarg'u hashr qilamiz degan shaklda Allah meseleni kesib etdi. Endi والمسلمون هم وحدهم الذين يحملون المشعل وسط دياجير النظم والمبادئ الأخرى. Fakat Müslümanlarla başka tüzülme ve prinsiplarının qarang'uligining o'tirisida mash'al ko'tarib menayotgan kishilar, musulmonlar. Dunyoda musulmonlardan boshqa bizning qarashimizda Allohning diniga temsil qiladigan,
Allohning haqiqatiga tamsil qilgan insonlar yo'q. Fahariyun bihim. Unda olgandan shu musulmonlarga loyiqki cho'qim qo'llarini har qanday bir yolg'on, zaif degan gap, yolg'on xatolikdan qiqib o'tish kerak. Temir qolgan insoniyatni Qur'oni Karim bilan qanday qilish kerak, yetaklash kerak. Hattoki shu insoniyatning qo'lidan tutib, tinish qirg'oqqa ib boralishi kerak. Kama kanat lahumud dawla bil Qur'ani fil madi. Xuddi bu musulmonlarning o'tmishda Qur'on bilan qurilgan davlat bo'lgandek, bu musulmonlarning kelgusida cho'qim şu Kur'an bilen devlet oldu. Fe inneha kezalike len tekune lahum, bu devlet musulmonlarga şu Kur'an bilen bulundu. Bugün mu ve kelgesidir mu? Yani Kur'an açtı. Biz yukarıdaki umum malumatlarının hemmesi Kur'an hakkında kelgen malumatlar. Bunun biz şeksiz işimiz. Mesele şunu qanday qilish, kim orqali qilish, qanday yo'llar bilan qilish. Ondan keyin keldik Qur'oni Karimning ta'rifatiga kelsak, biz ilgirki mayli lamhat kitabımız olsun, bu host olsun, Qur'oni Karimning ta'rifatini o'qib bo'lgan, shuna biroz tezroq o'qiymiz savoldoshlar. Bu yerda diqqat qilinglar. Qara'a odatda jam' dom ma'nosida keldi. Bu mushu ma'lumotni biz deb bo'lgan. Qiroat degan gap harflarni, so'zlarni ba'sga qanday qilish, qo'shish degan ma'noda tartildi. Qur'on aslida qiroatga o'xshash qara'a yaqra'udan chiqqan masdar bo'lib, qara'a qiroatan Qur'ondan masdar chiqdi. Alloh subhanahu va taolo inna alayna jam'ahu va qur'ana fa iza qara'nahu fattabi' qur'ana. Ya'ni Qur'on qiroat ma'nosida, ya'ni bu fi'lan o'lchimidagi masdar fashlan o'qiladi. Qur'on shu Qur'onga o'xshash. Qara'tuhu qar'an, qara'tuhu qira'atan, qara'tuhu qur'anan hammasi bir ma'noda. Bunun bilan mushu Qur'on maqru degan gap biz oldimizda o'qiyotgan shu o'qilgan Qur'on atilishi maf'ulni masdardan atgan qabildan. Bu haqda biz gapni deb bo'ldik, shunga demak so'zlab o'tmaymiz. Endi Qur'on payg'ambar alayhisolatu vasallamga tushirilgan kitobga xos qilindi. Qur'on degan ism shu kitobga xos ism bo'ldi. Alam shaxsiy degani xos ism bo'ldi. Ondan keyin labzi ishtiroki bilan Qur'on degan so'zningki labzi o'rtaqligi bilan Qur'onning hammasiga ishlatildi, hammasini Qur'on degan bo'ldi. Qur'on oyatlaridan har oyatni Qur'on degan bo'ldi. Masalan, mana bir gap. Qo'limda hozir bir Qur'on tutib, "Ma Qur'on" desam, Qur'on bo'ladi. "Ma Qur'onni yodlabdi" desam, Qur'on bo'ladi. Bir ikki oyatni o'qib, nima qilsa desa, Qur'on o'qiyotman degan bo'ldi. Masalan, "Fa iza sami'ta man yatlu aya min al-Qur'on" Qur'ondan bir oyatni tilovat qilayotgan bir odamni anglasangiz, siz uni Qur'on o'qiyotdi desangiz bo'ladi. Va iza quri'al Qur'on fastami'u lahu va ansitum. Shadama Qur'on o'qilsa desa, Qur'ondan maqsad 30 para hammasi maqsad, bir ikki oyatmi maqsad, qanday bo'lsa maqsad. Endi ba'zi ulamolar shuni tilga oldiki, ma kitobningki Qur'on deb tilga atilishi Allohning boshqa kitoblarining orasidan Tevratni Tevrat deb ataqliq, Injilni Injil deb ataqliq, Zaburni Zabur deb ataqliq, boshqa kitoblarni o'zining nomi bilan ataqliq, ammo Qur'onni kelgan vaqtda Qur'on deb atilishi ma kitobningki ilgirki kitoblarning hammasining mevasini qanday qilganlik uchun o'ziga olganlik uchun. Bu yerda bir og'iz gapni qildik ya. Qur'onning lug'at ma'nosi nima bo'ldi hisobda? O'ziga og'uchi, jam, vom dedik ya, shu nuqtadan davatidi. Balki bu kitobningki butun bilimlarningki mevasini o'ziga olganlik uchun. Xuddi ashunga Alloh tuvandagi so'z bilan ishorat qilayotgandek, "Va nazzalna alaykal kitaba tibyanan likulli shay." Qur'oni Karimni tushundik, har narsaning bayoni va davatidi. "Ma farratna fil kitab min shay." Biz Qur'onda hech narsani tashlab qo'ymadik davatidi. Chunki oyat bizga Qur'oni Karimningki yetarli ekanligini qanday qildi ifodalab turdi savoldoshlar. Ba'zi ulamolar shu ko'z qarashga boradiki, Qur'onning lafzi g'ayri mahmuz. İştiqoqda asli g'ayri mahmuz degani Qur'on emas, Qur'on. Ma talaffuzga diqqat qilinglar, Qur'on emas, Qur'on. Ma shaklda. Nimishqa? Chunki u bevosita mu'tazilaligini Payg'ambar alayhisolamga tushirilgan kalomga xos qilib bektirlik. Ya'ni bu normal Ahmad, Mehmet, Samad deganda bizning alam xos sindirimiz var ya, shunga o'xshash Qur'onning ismi. Qandaqdir u
qira'adan chiqqan nima emas, ishtiqo qilingan narsa emas. Bu bir ehtimol, bu bir shu Qur'on deguvchilarninki bir ko'rsatadigan nimasi, illati yoki bo'lmasa bu qarina bir şeydan chiqqan, qira'adan emas, qarinadan chiqqan. Qarinaning ma'nosi bu idza dhamma ilayhi, bir narsaga qo'shgan vaqtda qarina bo'ladi. Yoki, ya'ni uchinchi ehtimol qara'indan chiqqan, chunki qara'in degan birisi-birisiga o'xshaydigan, birisi-birisini isbotlaydigan degan ma'noda. Chunki Qur'onning oyatlari ba'zi-ba'ziga o'xshaydi. Shunga o'xshash. Bu vaqtda nun Qur'ondagi nun, Qur'on emas, Qur'ondagi nun asli bo'ladi. Ma'u ojiz fikr to'g'risi birinchi fikr degani qara'adan chiqqani to'g'ri deydi. Xususan men sizlarga bir bahsi bergan oldingi qitimliq kitobimizda Qur'onning to'planish haqida, shu yerda Qur'onga tushuntirish bergan, Qur'onning haqida men cho'g'a vaqtda ikki xil ehtimolni qo'ygan yaxshi. Av kuchlik, ma'u ojiz demasdan, chunki bizga Qur'on qara'adan chiqsa nima bo'ladi? Qarinadan chiqsa nima bo'ladi? Yana shu yig'ib olsak, qarinadan chiqsa mu ma'nosi shu jam'i, jami, majmu' ma'nosida, qara'adan chiqsa mu o'xshashlar ma'nosi jami, majmu', ya'ni jam'i ma'nosida bo'ladi. Biz uchun hech farq etmas. Shunga qara'adan chiqsa mu hech nima bo'lmaydi, qarinadan chiqsa mu hech nima bo'lmaydi. Qarasak ikkilasiga ehtimoli bor. Men tarjih qilishninki hech hojati yo'q. Endi Qur'oni Karimni jinslik, fasllik, am xoslik mantiqiy ta'rifatlar bilan bekitish biroz qiyin. Haliqi bir logik, mantiq bir ta'rifatlar bor. Mao jami, Mao nimasi, fasil, andaq mundaq deydiganligi jami fasillerini ayırıptı. Undaq qilish biroz tez. Chunki buning ta'rifati haqiqiy ta'rifat bo'lgan shaklda qilmoq tez. Buning haqiqiy ta'rifati nima desa boshqa narsa emas. Qur'on zodiga nima desa kallamizga huwa istihdaruhum ma'hudan fi zihni. Faqat Qur'onni kallamizga ekesak, o'sha haqiqiy ta'rifati. Ana Qur'oni Karim degan anda kitob deyish biroz tez tavatida olib tur. Anda o'sha haqiqiy ta'rifati qaysi? Haqiqiy ta'rifati Qur'oni Karimni faqat zihnimizda ma'hudan shaklda biz bunda aslaydigan bir shaklda kallamizga kelish haqiqiy ta'rifat. Yoki his bilan ko'ralgan oldimizga akab qolib o'tirib, mana Qur'on ma'voda qalbimizga qo'yib qolib o'tirib, deyish shu haqiqiy ta'rifat. Xuddi Qur'oni Karimga mushafda yozilgan holatda ishorat qilayotganingizdek yoki tildan o'qilayotganingizdek deysizki, mana ikki muqovning o'tirisiga Qur'on yoki deysizki, Bismillahirrohmanirrohim, alhamdulillahi robbil alamin din tortib, minal jinnati wan nasqacha ma Qur'on deb ta'rifat qilsangiz, ma haqiqiy ta'rifat. Ondan boshqalari hamda ta'rifat, lekin haqiqiy ta'rifat degilolmaydi. Deydi Abdur, ma gapmi biroz mencha uyg'un olmagan gap. Bu Qur'on deganni masalan biz ilgirki kitoblarimizni ta'rif qildik. Payg'ambar alayhisolamga tushirilgan Alloh tarafdan, shundami ikki muqovning o'tirisida Fatiha bilan boshlanib, nasda oxirlashgan, Jibril ab tushgan, mo'jiza bo'lgan, uni tilovat qilib ibodat qiladigan deb bir ta'rifatni dedik. Men shu ta'rifatlarni aytib güzel. Endi unimi bir haqiqiy ta'rifat emas. Haqiqiy ta'rifat degan Qur'onni qo'lga olib turib, buni ma'u Qur'on desang yoki o'qib o'tib, buni ma o'qiganim Qur'on desang haqiqiy ta'rifat bo'ladi deyish toza mantiqiy emas mencha. Endi ulamolar Qur'oni Karimga bir ta'rifatni tilga olgan bo'lib, bu ta'rifat Qur'onning ma'nosini bizga yaqinlashtiradi, Qur'onni boshqa kitoblardan farqlantiradi, mana deb ta'rifat qiladi uni. Allohning kalomiki Muhammad alayhisolamga tushirilgan, uni tilovat qilib ibodat qilinadigan qisqa deb qo'yibdi, oxirisi bo'lganki, Abdurrahman shundan mulohiza qilibdi debdiki, bu yerdagi kalomullohdagi kalom jins ta'rifati. Ma jins degani boshqa tushunmanglar, ta'rifatni mantiqiy tahlil qilgan vaqtdagi gap. Agar mantiq o'qimagan bo'lsanglar, tamom jins deyadiki jinsni tam anglamaysizlar. Bütün kalomlarni o'z ichiga oladi. Allohga nisbat berib kalomulloh deyish Allohdan boshqasiniki inson, jin, malaikaning ustidan chiqarib o'tadi. Munazzal degani Alloh o'ziga tanlagan kalomlarni chiqarib o'tadi, ya'ni tushirmagan, payg'ambarlarga tushirmagan kitoblar. Masalan, Qur'oni Karimda Allohning nurg'un kalimalarining borligi, agar ularni tushirsa, uni yozishga dengizning suyining yetmayotganligi to'g'risida قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا.
degan oyatda, yana bir oyatda "Walau anna ma fil ardi min shajaratin aqlamun wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'ati abhur ma nafidat kalimatullohi" degan oyatda Allah'ның bizning hozir o'qiyotgan Qur'ondan boshqa nurg'un kalimasiningki kalamlarining barligi agar ularni yozish to'g'ri kelib qolsa, dengiz siyoh bo'lib, butun daraxtlar qalam bo'lgan taqdirdami tugmaydiganligi haqida oyat bor. Ammo bu oyatni Alloh tushunmaganlik. Mana ma'vo tushirilguchi degan nuqtadan qanaq ketib qoladi, chiqib ketib qoladi. Andan Muhammad alayhisolamga tushirildi deb Qur'onning Muhammad alayhisolamga tushirilgan deb bunda qayd qilinishi nimani chiqarsa, payg'ambarlardan ilgirki payg'ambarlarga tushirilgan kitoblarni chiqarib, Tavrat, Injil undan boshqa o'xshash. Shuni tilovat qilish orqali ibodat qilinadi degan mas'bat, masalan, ahad qiroatlar o'qilinmaydigan, hadis qudsiylari bundan da o'qib qiroat qilib savob topilmaydigan, namoz o'qilinmaydi. Bularni chiqaradi. Agar garchi biz ahad qiroatli yoki hadis qudsiylari Alloh tomonidan alfozlar bilan tushirilgan desakmi, lekin bular tilovat qilinmaydi. Chunki tilovat qilib ibodat qilish deganning ma'nosi namozni o'qishga buyurish va namozning g'ayrida ibodat shaklida o'qishga buyurish degan gap. Am ahadlarni qiroat qilish, hadis qudusdan qiroat qilish yuqoridagidek ibodat emas deydi. Endi Qur'oni Karimningki ismlari sifatlariga qarasak, Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimni nurg'un ismlar bilan atadi. Shu ismlarning qatoridan birisi Qur'on. İnne hadal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. İkinci ismi kitap. Laqad anzalna ileykum kitaben fihi zikrukum. Üçüncü ismi Furqan. Tebarekellezi nazzalal furqana ala abdihi liyekuna lil alamina nazira. Dördüncü ismi Zikr. İnna nahnu nazzalna zikra ve inna lehu lahafizun. Beşinci ismi Tenzil. Ve innehu letenzilu rabbil alamin. Ve ondan başqa ila gayri zalik mimma varada fil Qur'an. Qur'onda kelgan Qur'onning nurg'un ismlari bor. Endi Qur'onning ismlarining ichidan eng g'olib bo'lganlari, g'olib bo'lganlari Qur'on bilan kitob. Doktor Muhammad Abdullah Darar shunday deydi. Qur'on va kitob deb ikki ismning g'olib bo'lishi haqida isil gapdan bir so'mayadi. Diqqat qilinglar. Qur'onning Qur'on deb atilishida rioya qilingan taraf qaysi desa tildan tilovat qilingan bo'ladi. Chunki Qur'onning ma'nosi maqru o'qilgan ma'nosida. Qur'onning kitob deb atilishida rioya qilingan taraf qaysi qalam bilan xotirlangan bo'lishiki, kitobning ma'nosi maktub, yozilgan degan ma'noda. Ikkala xil atash, fakultat tasmiyatayn bir narsani shu narsaning ustiga tushgan o'qim bilan qanaqaganlikdir, ataganlikdir. Qur'on o'qilayotgan bo'lg'achqa Qur'on deb atalgan, yozilgan bo'lg'achqa kitob deb atalgan. Ya'ni Qur'onni mush ikki ism bilan atashda, ikki ism bilan qana qilishda, atashda shuningga ishorat borki, Qur'onning haqqi Qur'onni ikki o'rinda saqlashga ko'ngil bo'lish, bir o'rinda emas. Ya'ni men shuni demoqchiyki, Qur'onni sudurda saqlash vojib, ham suturda saqlash vojib. Ya'ni yodlash ham vojib, qarilarninki qalbida saqlanish kerak, ham kitob shaklida saqlanish kerak. Ikkisining birisi yo'qolib ketib qolsa, o ikkisining biri yana birini qana qiladi, aslitadi degan shaklda bir sabab bayon qiladi. Bu sabab bunday güzel sabablarning birisi. Ya'ni xulos shuki, falasiqata lana bihifzi hafizin. Biz bir qarimninki yodlashiga bizda ishonch yo'q, hattoki bu qarimning yodlashi icma sahabalar, ashablar tarafından icma kelgan xash shaklga, ashablar degan sahabalar demak, sahabalar tarafından icma kelgan xash shakl uygun kelganga qadar, ya'ni bizga asr birinchi qatim tuzilgan hay'at bo'yicha naql qilingan. Ma shaklda kelgan xash shaklga uygun kelgan qadar qarimning yodlig'iga ishonch yo'q. Va yana bizningki bir katibning yozg'iniga ishonch yo'q, hattoki bu yozg'ini hafizlarning qishidagi mutawatir sahih isnod bilan kelgan qiraatga uygun kelgan qadar bir Qur'on yozib ekansa, buni o'zicha. Ya'ni demak, Qur'on bo'lish uchun hafizlar uni yodlagan bo'lish kerak, mutawatir isnod bilan, sog'lom isnod bilan va hozir qadar davomlashib kelgan shaklda yozilish kerak. Mushu qo'sh ko'ngil bilishidan muzdavija yoki mazduja, mushu qo'sh ko'ngil bilishidanki Alloh uni ummati Muhammadiyaninki qalbida qo'zg'atgan payg'ambarga agish yuzidan mushu ko'ngil bilishidan Qur'oni Karim noiti puxta bir puxta doirada,
huquqi doirada saqlanib qolib qoldi hozirga qadar. Buning hammasi Alloh subhanahu va taoloning Qur'onni saqlashga kepillik qilgan va'dasini o'rinlash uchun deydi Alloh subhanahu va taolo inna nahnu nazzalna zikra va inna lahu lahafizun. Biz zikrni tushirdik va biz zikrni qanday qilamiz saqlaymiz. Endi Qur'oni Karimga o'tmishdagi kitoblarga yetgan o'zgartirish, almashtirish, isnodning uzilib qolish qatorliq nimalar ishlar qanday qilmagan yetmagan. Endi va bayyana sirra hazihi tafriqa. Bu xil shaklda Qur'on bilan ilgari kitoblarning o'rtasini ayirishning sirrini bayon qilib, nimda bayon qildi desa, ilgari kitoblar, ilgari samoviy kitoblar faqat vaqtlik keltirilgan, mangulik emas. Ji'a biha ala tawqit la ta'bid. Vaqtlik keltirilgan, mangulik emas. Ammo Qur'on keltirilgan ilgirki kitoblarni tasdiqlagan holda va shu kitoblarga hukm qilgan holda. Qur'on ilgiri kitob deganda ilgiri kitoblarda bo'lsa hisob, Qur'on demagani ilgiri kitoblarda bo'lsa, uni biz qatoga olmaymiz. Shunda o'ganda Qur'oni Karim ilgiri kitoblardagi sabit bo'lgan haqiqatlarni ham o'z ichiga oluvchi va u kitoblardagi haqiqatlarga Alloh ko'payishdan ziyoda qilgan mazmunlarni ziyoda qiluvchi. Shunami? Va ularning yo'lida mang'uchi mana shaklda qanaqaliklar keraklik. İlgiri kitoblardan hech narsa Qur'onning o'rnini qanaqalanmaydi, itanmaydi, Qur'onning o'rnini to'liqlayolmaydi. Shunday bo'lgandan keyin Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimninki qiyomatga qadar hujjat va taqib qilishiga qanaqalikda hukm qildi. Alloh bir ishni hukm qilsa, uning sabablarini osonlashtirib turdi. Shunlashqa bugungi kunga qarasak, bir maktabda ikki jumlani yodlamoqimiz, ikki badbiy narsa yodlamoqimiz o qadar tas, ammo 30 par Qur'oni Karimni qanaqalayotgan, yodlayotgan qorilarimizning haddi hisobi yo'q. Hatto 10-15 yoshga bormay turib Qur'oni Karimni ajoyib go'zal yodlayotganlar. Alloh hikmatlar ish qiluvchi, bilguchi, mana bu Qur'oni Karimninki yuqorqi masalalarga qarata ko'rsatilgan eng go'zal nima sabab illat. Endi Qur'oni Karimni Alloh subhanahu va taolo nurg'un sifatlar bilan sifatladi yuqoridagidek. Mesela şu sıfatlarınki qatoridan nur, ya eyyuhan-nasu qad ja'akum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaykum nuran mubina. Huda, şifa, rahmet, mau'iza. Buların hepsi Kur'an'ın sıfatı. Ya eyyuhan-nasu qad ja'akum mau'izatun min rabbikum mau'iza ve şifa'un lima fi sudur şifa ve hudan ve rahmetun lil mu'minin. Mübarek هذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه. يعني مبارك مبين قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين بشرى مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين عزيز إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز مجيد بل هو قرآن مجيد بشير ونذير كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا. Demek qarasanglar hammasi sifat hisoblanadi. Kullu tasmiye. Endi Qur'oni Karimninki bütün ismi yoki bütün sifatlarning hammasi Qur'onning ma'nolaridan nima bir ma'no. Qur'onni umumiylik hammasi o'rtoqlashsa qanaqlaydi, tamsil qila oladi. Endi Qur'on bilan hadisi qudusiyning o'rtasidagi farq, hadisi nabaviyning o'rtasidagi farqlarni kelganimizda savoqdoshlar. Masalan, bizning oldimizda rasmiy turga ayırsak 3 tane Allah'ın kelamı var. Birisi Kur'an, birisi hadis kudusi, birisi hadis nebevi. Biz üçüncüsünü vahiy deb qaraymiz. Ama o'rtadagi farq nima desa, sabaqa ta'riful Qur'on. Qur'oni Karimning ta'rifati yuqorida o'tdi. Endi biz Qur'on bilan hadis qudusining, hadis nebevining o'rtadagi farqni bilish uchun tuvandagi ikki ta'rifatni bilamiz. Hadis nebevi degan nima desa, hadis asl lug'atda ko'niningki qarshisini yangi degan gap. Bu ishlatiladi va irada qilindigini nima desa, so'zlanadigan har qanday gapni hadis deb bo'ladi. Eg'iz so'z ya'ni. Va yunqal naql yo'tkiladigan insonga quliqi tarafdan qanday qiladigan ya quliqi tarafdan, anglash tarafdan yoki vahiy tarafdan o'g'a uxlagan holatda yetadigan narsaning hammasi hadis. Mana mushu ma'no bilan ma'laqi Peygamber Aleyhisselam'ın hadisi deki hadis emas, buna sözünün lügat ma'nosini davatımız. Mushu ma'no bilan Qur'on munim deb atalgan, hadis deb atalgan.
Yani söz hukmu bilen. Ve men ahsanu minallahi hadisa. Ve insan uykusunda payda kıldıgan iş bu hadis dep atalgan ki ve allamatni min ta'vilil ahadis. Da kişide görgen düşünümü hadis dep atalgan yukarıkı lügat manisinden. Ma'yu lügat manisi. Lügat manisini arlaştırılmalı. Hem istilahta hadis degan nima desa, Peygamber aleyhissalomga nisbat berilgan söz yoki ish harakat yoki ma'lum Rasulullahning boshqa qilgan ish harakatiga bo'lgan iqror muqarrarlashtirishi yoki sifat. Bu narsalar ulumul hadisda qanaqa bo'lgan, o'qib bo'lgan. Söz desak Peygamber aleyhissalomning innamal a'malu binniyat va innamal likulli imrin ma nawa degan so'zga o'xshash. Ish harakat desak, masalan, Rasulullahning sahobalariga namozning qanaqligini o'tib qo'yganligidan iborat sabit bo'lgan mazmunlar, masalan, sallu kama ra'aytumuni usalli, Rasulullohning namoz o'qigan holatlarini boshqa rivoyat qilgan bo'lsa, bu hadis bo'ldi, lekin ish harakat Rasulullahning haj qilishining, hajjining qanaqligidan sabit bo'lgan kelgan mazmunlarga o'xshash, masalan, xudu anni manasik, Rasululloh haj qildi, sahobalar ko'rdi, shuni rivoyat qildi. Mushning o'zi hadis, bu ish harakat. Iqror deganimiz bunda ahvol. Xuddi Rasulullah sahabalarning biridan bilgan so'z yoki ish harakatni qanday qildi? Iqror qildi, ya'ni muqarrarlashtirib inkor qilmaydi. Mayli shu Rasulullohning huzurida bo'lsin, yo'q yerida bo'lsin, kim yetgan bo'lsin. Shuning misollaridan birisi Rasulullohning dasturxonida kila yil deydi. Rasulullohning dasturxonida kila yil degandan keyin boshqalar yedi, Rasululloh qarab turdi, ya'ni gap qilmadi, yema harom demadi. Shuning o'zi hadis bo'ladi. Yeni bir misal, şuna bir rivayet kılınan mazmun var. Peygamber aleyhisselam bir adamni bir qo'shinda evetdi. Hamrolarga namozda o'qib birdi, qul vallohu ahadlan tugatdi, qaytib edi. Bular bu ahvolni Rasulullohga so'zildi. Davomli namoz o'qisa qul vallohu ahadlan tugatdi. Dediki, so'ranglar, nima ish bunday qildi ekan? So'radi, chunki u Rahmonning sifati, men shuni o'qishni yaxshi ko'raman dedi halaqada. Allah, Peygamber sallallahu dedi ki, xabar beringlar unga, Allah uni yaxshi ko'radi. Demak, madem oyat bir ishni qildi, Rasulullohga yetdi, uni iqror qildi, Rasululloh muqarrarlashtirdi, buni o'zi nima hadis. Sifat desak, xuddi bunda rivoyatlar bor. Peygamber sallallahu kelgan, Rasululloh doim xo'sh shaytdi, axloqi yengildi, leynil janib degan boshqalar muomalasi nihoyat yumshoqdi. Qo'pol qattiq emasdi, vaqrabja qilmaydi, sergak qilmaydi, boshqalarni ayblamaydi. Bularning hammasi nima? Rasulullohning sifatlari hadis hisoblanadi. Bu hadisning istilohiy ma'nosi. Endi hadis qudsi degan nima desanglar, yuqorida hadisning lug'at ma'nosini bilib o'tdik. Hadisning gapi tugadi. Qudsi degan Qudusga nisbat berilgan degan gap. Ya'ni Qudusga nisbat berilgan gap muqaddas degan gap ya'ni. O so'mo büyüklükü dalalat qilgan bir nisbat. Chunki so'zningki asli yildizi, moddatil kalima, so'zning asli moddasi yildizi, paklash, tanzih degan paklash, tathir degan paklash, mushung dalalat qiladi lug'atda. Ana taqdis degan nima desanglar, taqdis degan tanzih degan gap, Allohni paklash degan gap. Taqdis tathir degan gap, taqaddasa tatahhara degan gap. Alloh subhanahu va taolo malaikalarning tili bilan va nahnu nusabbihu bihamdika va nuqaddisu lak dedi. Yani biz özümüzün sevmişini qanday qilamiz, paklaymiz degan bir şekilde. Anda o'zi mushuni o'qitidan, hadisning lug'at ma'nosidan, qudsining lug'at ma'nosini birlashtirib turib, biz hadis qudsiningki istilohiy ma'nosini deb baqamdik. Hadis qudsi deganimiz istilohda Peygamber alayhissalatu vassalam Allohga nisbat beradigan so'z. Allah mundaq dedi deb Rasululloh bizga deb bersa, hadis qudsi bo'ladi. Yani Peygamber aleyhisselam bu sözne Allah'ın kalami degan sifat bilan qanday qiladi, rivoyat qiladi. Rasululloh Allah'ın kalami deb rivoyat qiladi bizga. Ya'ni, texnik xulosalasa, Rasululloh Allah'ın kalamini o'zi tarafdan kelgan bir lafz bilan bizga rivoyat qilib berdi. Masalan deyli, "Iza rawahu ahad", bir kishi rivoyat qilsa, buni Rasulullohdan rivoyat qiladi. Rasulullah'ın kelgan bu rivoyatni Allohga mustanadan degani nisbat berib turib rivoyat deydi ki Peygamber aleyhisselam Rabbidan rivoyat qildigan mazmunda mundaq dedi deydi, yoki Rasululloh dedi ki Allah mundaq dedi yoki degan bunda shaklda rivoyat qiladi. Birinchisi misoli Abu Hurayra radhiyallohu anhudan Peygamber aleyhisselamdan Rabbidan rivoyat qilgan mazmunda mundaq rivoyat keldi deb Allohning yadullohi mala Allohning qo'li to'shaq. Shundami? Har qancha chiqqan uni kamaytirmaydi. Keç gündüz sağdı. Bu şekildeki. İkinci misali Ebu Hurayra radıyallahu anh'ın kelgan Peygamber sallallahu deydi. Allah Teala deydi ki
Resulullah dedi de bulup Allah deydi ki men bendemnin mağa olan zannının kış. Yani bendemin qanday oylasa men şunda. Bendem meni əslese men bendem bilen bille. Bendem meni köngülde əslese men onu köngülde əsleyemem. Bendem meni bir top əslese men onu ondan yaxşı bir cemaat içinde əsleyemem. Degen bir şekilde. Muhime hadisinin başındaki rivayet kılınış şekli. Mao muhim. Hadisinin başındaki rivayet kılınış şekli muhim. Hadis Kudüs degen bu. Endi Kur'an bilen hadis Kudüs'ün oturdaki fark neymi? Hadis Kudüs'ün Allah dedi deydikenmiz. Kur'an'ın Allah dedi deyimiz endi. Fark ne dese? Hunaka iddete furuq beynel Kur'an-ı Kerim vel hadis-i Kudüs'i ehemmuha. Ve de Kur'an-ı Kerim bilen hadis Kudüs'ün oturda bir kança muhim farklar var. Onun en muhimleri birincisi Kur'an-ı Kerim Allah'ın Resulullah'a lebzülen ve yıkılan kelamı. Biz hazır okuvatkan lebzülen düşken Peygamber aleyhissalatu vesselam bu arkalık Araplarni doyulga, meydana çağırgan hocam olsan keltirip baktı. Bular Kur'an'ın okuşunu keltirişini aciz kelgen, Kur'an'ın okuşuş 10 sürüden okuşunu keltirişini aciz kelgen, Kur'an'ın okuşuş bir sürü keltirişini aciz kelgen. Kur'an-ı Kerim bilen başkalarını cenge çağırış hala mevcut durup Kur'an kıyamet gün kadar mengülük mucize. Bu Kur'an'ın alahitliki. Endi hadis Kudüs'ü ise hadis Kudüs'ü ile başkalarının onda meydana çağırış yüz vermegen ve mucizlik yüz vermeglik. Bu bir perek. İkinci perek Kur'an-ı Kerim fakat Allah'a nispet verildi. Allah'ın söz deyimiz. Allah mındak dedi de. Ama hadis Kudüs'ü yukarıda ötkendek Allah'a nispet verildi ve nispet Allah'a olan nispet inşa nispeti. Dedi ki Allah dedi ya ki Allah deydu degen şekilde. Bazıda Resulullah'a nispet verilip turup rivayet kılındı. Şu vakitteki nispet ihbar nispeti. Çünkü bunun asasen Peygamber aleyhissalatu vesselam Allah'tan haber bergücü sapın. Deydi ki Peygamber aleyhissalam Rabbiden rivayet kıladigan mezmullarda munda dedi degen şekilde. Yani Kur'an'ın nispeti sap Allah'a ma hadis Kudüs'ün nispeti bazıda Allah'a verilse bazıda haber bergücü nispeti bilen Resulullah'a verildi. Nispet verildi. Bu ikinci farkı. Üçüncü farkı Kur'an-ı Kerim'deki hemmisi mutevatir bilen nakli kılıngan subutu qat'i. Bilisizler subutu qat'i degan nima, subutu zanni degan nima birini bilisizler. Ahad-ı Kudüsiyelerin köpüncüsü haber ahad, subutu zanni. Bazıda hadis-i Kudüs'i sahih oluşu mümkün, hasan oluşu mümkün, zayıf oluşu mümkün. Bu üçüncü fark. Dördüncü fark Kur'an-ı Kerim lebzen ma'nan Allah'tan. Ama çünkü Kur'an-ı Kerim lebzi manisiyle kelgen vahiy. Hadis Kudüs'ünün manisi Allah tarafından, lebzi Peygamber aleyhisselam tarafından doğru fikirge asasen. Yani hadis Kudüs'i maniyle kelgen vahiy, lebzi bilen çoğu emas. Şun başka hadis Kudüs'ini mana bilen rivayet kılış doğru muhaddis cumhurlarının nazarında. Bu hadisga vargandagi tadqiqat. Beşinci fark Kur'an-ı Kerim tilavet bilen ibadet kılıngan kitap. Yani Kur'an-ı Kerim'ni namazda okuya alayımız. فَهُوَ الَّذ۪ي تَتَعَيَّنُ الْقِرَاتُ بِهِ بِالصَّلَاتِ. Yani Kur'an-ı Kerim'nin namazda kıraat kılışı muayyenleşidir. فَقْرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ. Kur'an'ı kıraat kılış ibadet bulup Allah onunla savab verirdi. Hadis-i kelgen mezmunlarga asasen. Kim ki Allah'ın kitabıdan bir harf okusa bir hasenat var. Her hasenat 10 okuşunun barabariga men alif lam mimni bir harf demeyme. Alif bir harf, lam bir harf, mim bir harf. Hadis Kudüs'de namazda kupaya kılmaydı. La yudzi opis kalat. Namazda kupaya kılmaydı. Hadis Kudüs'ünü okuğanğa da umumu savab buludu. Kur'an'ga savab bolğandak herpen savab olmaydı yani. Yani bununla iyi Kur'an okuşqa, Kur'an okuş hakkında hadiste zikri kelgen helaqi savab la fala yastuq. Yani to'g'ri kelmaydi. Her harf 10 hasanat barabariga bunda savab berilmaydi. Bu hadis Kudüs'ü bilen Kur'an o'ttiridagi farq saboqdoshlar. Tamam. Şikibet kaptı okutluya. Endi hadis-i Kudüs'ü bilen hadis-i Nebevi'ninki oturdaki fark neymi olursa Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın hadisi iki kısımda. Birisi tevkifi hadis. Tevkifi hadis degenimiz Resulullah mezmunini vahidin tapşırıp algan kişilerge onu özünün kalamı bilen bayan qilib bergen hadis. Bu kısım gerçi mezmunu Allah'a nispet verilse mi? Ama o min haysu ve kalam noktasından Resulullah'a nispet verilişi tehmil layık. Çünkü kalam degüçsüge nispet verildi. Gerçi onun da mananı başkalarının tapşırıp algan mana bolsunmu.
Ma mazmunlar haqida biraz kallanı to'xtaldim. Abtur akapti bu gaplarni. Biraz alaqqa ndaymiz endi şey var, yani. İkinci kısmı tevfiki. Bayattanki tevqifi kısmı. Tevqifi yani vahiy degan gap. Mao tevfiki kısmı, bunu ilham demekçi. Bu olsun bu Resulullah'ın Kur'an'dan algan tushunchisidan yakunlagan qism. Çünkü Resulullah Kur'an'ni bayon qiluvchi, Kur'an'ni ta'ammul qilish ijtihod bilan yakunlab chiqadi Resulullah. Mana ma istinbati ijtihodiy qism uni to'g'ri bo'lsa vahiy muqarrarlashtiradi. Agar uningda xatolik, juz'iy xatolik yuz bersa, vahiy to'g'ri ba mazmunlarni ep tushadi. Bu qism keskin Allohning kalomi emas. Bundan bayon bo'ldiki, oshkor aydın oldiki, Peygamber Aleyhisselam'ın hadisleri iki kısım bilen, meyli tevkifi olsun, tevfiki ijtihadi olsun, vahiy muqarrarlashtirilgan. Bunun da bularning hammasidan qaytadigan joyi umumiylik vahiy desek bo'ladi tamamen. Mana bu Peygamber Allah Subhanahu wa ta'ala Resulullah haqidagi "Va ma yantiqu anil hawa in huwa illa vahyu yuha" degan so'zning ma'nosi bu. Endi hadis qudsiga kelsak, hadis qudsining ma'nosi Allah tarafidan Resulullah'a vahiy şekillerinden bir şekillen taşlanıdı. Muayyen şekil yok. La el-ta'ine gibi muayyen bir halat emas. Ama elfazları Resulullah tarafından çıkarılgan racih fikriga asasen bunu Allah'a nispet bir iş mezmunuga nispeten buludu. Elfazga nispeten emas. Eğer onun lafzı Allah tarafından bo'lgan bo'lsa, hadis qudsi bilan Qur'on o'tirdi farq bo'lmagan bo'ladi ve onun uslubi bilan tahaddi maydoniga kelgan bo'ladi. Ve tilavet bilen ibadet meydanına kelgan bo'ladi. Gap tugidi, mazmun tugidi. Faqat bu yerda qolib qolgan narsa bir shubhi va boshqa tarafdan keladigan shu shubhini olib turib keltiryapti ve onun javob beryapti. Davatdi. Yuqorida deyilgan gapimizga ikki shubhi keladi. İki shubhi. Birinchi shubhi Peygamber sallallohu hadisi ma'nan hadis. Ma'nisi bilan vahiy, shundaymi? Lafzi Resulullah'dan. Unda bo'lsa nimishqa uni qudsi demaymiz. Hadisi qudsidan ne farqi bor? Javob shuki, hadis qudsida uning ma'nosining Allah tarafidan kelganligiga jazm qilamiz. Nimishqa shar'iy nas bu hadisni Allohga nisbat berib kelganlik uchun. Chunki Rasulullohninki Allah dedi yoki Allah deydi degan gap bilan shu boshqa zuni quds deb ataymiz. Ammo payg'ambar hadislariga kelsak, buning da bundan eskermeklik. Balkim ulardan birida uning mazmuni vahiy bilan bildirilgan tavqifiy bo'lishi mumkin. Belki ijtihatlan yakunlangan hadis bo'lishi mumkinki, tavfiqiy bo'lishi mumkin. Shunga hammasini nabaviyyan deb atadik. Keskin hatnan qashda bir atashda to'xtash ustidan. Agar bizning qashimizda tavqifiy vahiyni ayiradigan bir dalil bo'lgan bo'lsa, uni qudsi deb ataydik, to'xtatdik. Biraz yani ndaymiz endi. İnchga opasak, belki hadisdan ziyada asas yo'q. Çıkıp qilish ehtimoli va mazmun. Shunga tezroq o'tsak bo'ladi. Ikkinchi shubhi, ba'zi kitobning avtori buyuk ulamo bo'lg'achqa, ba'zi gaplarga nisbatan yuraklilik bilan magap xato deyilmaydi, ammo kallanlarda ba'zi nuqtalarga bir so'roq belgisi qo'yib qo'ysanglar bo'ladi. Ya'ni izlansanglar bo'ladi. Men ashunchalik deprelayman sizlarga uchun. Miyada azroq bir qarab boqma şey va deb qo'yganim, azroq sizlarga nisbatan bir izlanishga berilgan nima ishorat. Biz kitapның yazgıçıları çok ustazlar, çok ulamalar, hürmet qilamiz, ehtiromimiz var. Ama her halda bir izlengüçü, bir o'quvchi bo'lish sifatimiz bilan har qanday bir xatolikninki bo'lishini nazardan saqit qilsak bo'lmaydi saboqdoshlar. Men gapimni deb qo'yay. Ikkinchi shubha, hadisi qudsininki lafzi Rasulullohdan bo'lsa, o hadisni Resulullahning Allah dedi, Allah deydi degandek Allah'tan nisbat berishining dalili nima? Qanda o Resulullahning lafzi Resulullahning og'zidan chiqqan gapni qanda Allohga nisbat bergan bo'ldi desa, javob shuki, bu arab tilida normal to'g'ri ish. Sa'ir degan gap to'g'ri ish. Ya'ni kalam mazmun e'tiboridan nisbat beriladi, alfaz e'tiboridan emas. Masalan, siz she'rning bir baytini deysiz, shoir bundoq deydi deb, ammo siz shaxsning anglagan gapni hikoya qilib falondoq deysiz. Əməliyyatda sizin ağzınızdan çıxıyotqanının lafzining o'zi falonining ağzından chiqqan bo'lishini atayin. Faqat mazmuni o'xshaydi, shunga o'xshaydi. Masalan, menga birisi bir gapni desa, men faloni tunagan mundaq deydi, deyma, uning ağzından chiqqanining aynisi emas ağzından chiqqan, lekin mazmuni shunga o'xshash demakchi. Qur'oni Karim Musodan, Fir'avndan va boshqalardan ularning gaplarining mazmunini, uning alfozini g'ayri alfozlar bilan hikoya qilib,
onun uslubidan g'ayri uslublarni hikoya qilganlik. Ammo mushu gapni ularni sabirlikka va iznada robbuka Musa an itil qawmaz zalimin qawma fir'auna alla yattaqun qala robbi inni akhafu an yukadzibun. Musa mundaq dedi deydi meyadichu. Ama Musa aleyhisselam Arapçını bilemdi bilmemdi. Mesela وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَى هَارُونَ. Şimdi ama وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ قَالَ كَلَّا فَاذْهَبَا بِآيَاتِنَا إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ. Mişağıca kimnin gibi? Musa aleyhisselam'ın gibi. Ama Musa aleyhisselam muşbeti degen mi? Yok. Mezmunu. Ama lafzi Musa aleyhisselam'dan olmaz. Ama muş ne? Musa aleyhisselam'ın gibi de rivayet kılıyor Kur'an. Hikaye kılıyor bizge. فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ قَالَ أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمْرِكَ سِنِينَ وَفَعَلْتَ فِعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ. Maqaladinki Fir'avnilarninki gepi. Ama Fir'avnlar bu şekilde demigen buluş gerek. Çünkü ular Arap emas. Mezmunu şu, Allah onu Arap tili bilen başka uslub, başka lafzlar rivayet kılıp, ama muşu gapni şundan gepi dep qana qılaqlıq, rivayet qılaqlıq mesela. Muşunu misal qıp turup emdi. Cevap berip Şunu bilen savoqdaşlar, vaqt münasabatidan bugungi darsimiz tugadi. Kitabımızın 2-nji mezmunu, Qur'an haqidagi mezmun qana qilib oxirlashdi. İnşallah 3-nji mezmun vahiy haqida so'zlaymiz. Vahiymo biz burun o'qib bo'lgan mezmunlarning qatoridan. Shunga vahiymo qana qilish mumkin, tezlikda tugatishimiz mumkin. Hammalarni Allohga omonat qildim. So'raydigan savolim bo'lmay qolsa, va axiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin.